Hoji aka, hozirgi peshingi janozada dasturxoncha tarqatishdi. Nima sababdan tarqatishadi o'zi? Endi oldinlari buni ham behikmat tarqatish kerak emas, sababiki janozamda qatnashgan odamlar chang yuqqan bo'lsa, turpoq tegan bo'lsa, qo'l yuzini yuvganida o'sha dasturxonmidi, chitti ro'mol tarqatiladi. Chitti ro'mol kamidi, qo'l yuzini artib, meni janozamdan bir aziyat chekmasin, meni ularga og'irligim tushmasin degan maqsadda odamlar shu ishlarni qilishgan, ya'ni kapallikni orasiga qo'shishgan. Mana hozirgi paytda mana ko'ryapmiz, ko'pchilik kapallik yig'ib qo'yish yo'q, boshqa yo'q. Chunki kapallikni yig'ishdan maqsad shariatda ham o'zini mulkidan dafn qilingani yaxshi, inson deyilgan. Xo'p. Nima deyish mumkin? O'lganimdan keyin birovga xarajat bo'lib, birovga og'irligim tushmasin deyishgan. Ya'ni o'sha eng yaxshi mushkambarni, eng yaxshi sovunni, eng yumshoq kafallikni olib, o'zligiga bitta quti qilib qo'yishgan. Ya'ni hozirgi paytda odamlarga ham farqi bo'lmay qoldi, bozorga tushishyapti. Nima ko'tarib kelsa ko'tarib kelishyapti. Ular oldingilar nima qilishgan? Go'rimni qazigan odamga bitta yaxshi cho'pon, yaxshi kalish maxsi bering. Mayitimni yuvgan odamga, meni kafallagan odamga men alohida bir minnatdorchilik sifatida anaqa qiling. Men o'lganimdan keyin hamma mendan ko'ngli to'q bo'lsin degan maqsadda shu ishlar qilingan. Hozirgi paytda faqat garderob to'ldirish bilan boshqa qilib, o'zimiz bilan olib keta olmagan kiyim-kechakga shkaf to'ldirsak to'ldiryapmiz. U yoqqa ahamiyat bermayapmiz. O'zingizdan ko'rib turibsiz-ku. Dasturxonni ham misol uchun bir 50 ta nuroniyga oldin katta-katta chitromal beriladi. Bo'ldi, shu bilan odamni ishlatgandan keyin savobi tegadigan maqsadda qilishgan bu narsa. Hozirgi paytda bu narsalar yo'q.